Jetel, mashinani qayerdan olding? Ha, Johar, qalay ekan mashinam? Zo'r, qayerdan olding deyapman-ku. Ha, buni men lotereyada yutib oldim. Qanaqa lotereya? Qishlog'imizga lotereya kelgan ekan. Ana u qishloqning kirish qismida o'sha yoqqa borgandim, omadim kelib yutib oldim. Seriozna? Da, seriozno, arish tomonda. Bo'pti, men ham hozir yutib olishga harakat qilaman unda borib. Ha, bo'pti, omad yetib bersin. Mayli, rahmat. Qanaqasiga lotereyadan yutibdi-ekan, qiyin-u bunaqa mashina lotereyada yutish nahotki. O'zi lotereyada yutishni o'zi qiyin narsa. Lekin bilmadim, omad kelib qolganmi, omad ketib qolganmi yoki omad topib olganmi qayerdandir. Men ham balki omad topib olarman qayerlardandir. Mana yetildi omad vobshe yo'q. Tushida ham omadli emas bu. Men bo'lsa o'zim vobshe omadli mana. Bo'pti, qarochi, nima qilsam ekan, qayerda? Ana yerda bo'lyapti shekilli lotereya o'yin qishloqni boshida dedi-yu, Jetel. Ha, ana ko'rdim. Ikkita mashina qopti. Bitta Rolls-Royce bilan yana qanaqadir mashina ekan, bilmadim. Hozir xotin nima qilyapsan? O'tiribsanmi? Mayli. Qarochi, qishloqni boshiga nima edi? Lotereya kelibdi. O'shani yutib olmoqchiman. Qatnashsam bo'ladimi? Senda nima so'rayapman? Qatnashaman, qarochi. Ketdim. Bo'pti, sog' bu. Lekin stop. Menda pul yo'q. Qanday qatnashaman? Ha, to'g'ri aytsan, pul topish kerak. Pul qayerdan topaman? Axir menda pul bo'lmasa, qayerdan olsam bo'ladi? Senda pul, sen tillalaring bor-a? Mayli, tillalaringga tegmayman. Men senga sovg'a qilganman u tillalarni. Bo'pti, hozir men pul olib kelay, janob merga borib qanaqadir ish qilsam, menga pul beradi. Senga Rolls-Royce yoqadimi yoki qizil qanaqadir Lamborghiniga o'xshagan mashina yoqadimi? Ha, Rolls-Royce yoqadimi? Bo'pti, unda Rolls-Royce yutishga harakat qilaman. Bo'pti, sen unda uyda o'tirib tur, men borib janob merdan qanaqadir ish olib, o'sha ishga ishni qilib turib pul olib kelaman-da, keyin o'sha Rolls-Royce olaman. Keyin birgalikda minib yuramiz, seni mindirib yuraman, xo'pmi? Bo'pti, mana shu yerda o'tirib tur. Tak, xotinim bilan gaplashib oldim, ko'ryapsizlar. Lekin pulim yo'q-ku. Amal janob merdan olib turaman. Avval bilib kelish kerak qancha ekan bir marta qatnash lotereyada. Agar qimmat bo'ladigan bo'lsa qatnashmayman, chunki lotereyada o'zi yutiladigan narsa narxi bor-ku. O'sha narxdan, qarochi, mashina qimmatroq bo'lishi kerak-da. Qimmat bo'lmasa, u befoyda olganim. Nima qilaman? Arzon narsani olib turib, yana qanchadir pulimni zarar qilib turib, bu kim ekan? Qanaqadir soqolli bratan kelibdi-yu. Mayli, hozir so'rab ko'raman. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum, qalaysan? Yaxshi, o'zingizam yaxshimisiz? Ha, zo'r. Nima gap? Bu narsalarni o'zingiz olib keldingizmi? Ya'ni lotereya qilyapsizmi? Ha, shunaqa. Tushunarli. Bu sandiqlar nima uchun? Sandiqlarning ichida ikkitasida narsa bor. Ya'ni bittasida gul va bittasida fakel. Qanaqasiga mashina yutib olinadi? Gulni topsang, Lamborghinini olasan. Aha. Fakel esa nima edi? Rolls-Royce'niki. Ha, tushunarli. Demak, o'sha narsalarni topsam, shu narsalarni berasiz menga, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Ha, tushunarli. Mashinalar shunchaki sotsangizchi? Ha, yo'q, sota olmayman, chunki bular sovg'a sifatida olib kelingan. Mashina ochib ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Yaxshi ekan, juda ham qani salon qismi. Tashqi tomondan oynasi qora, lekin ichkarisidan oq ekan. Ha, tonirovka urilganda. Ha, tushunarli. Men uni minib ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Bu lekin juda ham past mashina ekan. Buni ichiga men sig'amanmi ekan? O'z sig'ar ekanman, lekin yo'l ko'rinmaydi-yu, bratan, qanday deyman? Bilmadim. Buni haydashga o'zim ham tushunmaganman. Buni eskalatorga o'rtirib olib keldirganman. Ha, ko'rinib turibdi. Bu sandiq nima uchun? Bu sandiq pullar uchun. Ha, tushunarli. Bir marta bu sandiqlarni ochish qancha? $100 bir marta ochasan, ya'ni bir marta qatnashsan. Ha, tushunarli. Agar ichdan hech narsa chiqmasa keyin nima bo'ladi? Xohlasang, keyinchalik yana $100 pul olib kelib, qayta qatnashsang bo'ladi. Ichdan narsa chiqmasa qaytadan ochsam bo'lmaydimi? Ha, yo'q. Bitta sandiq uchun bir marta to'lov qilinadi. Ha, tushunarli. Mayli, unda uyimdan borib pul olib kelay, to'g'ri, uyimdan emas, ishlab topib kelaman. Ha, bo'pti. Senga hech kimdir yutib olmasa bo'lgani. Ha, unda bo'pti, tezroq bora qolay. Qanaqasiga buncha pulni qayerdan olaman? $100 bilan bittasini ochsam, bittasini chiqmasa, keyin yana bankrot bo'lib ketaman shekilli. Mayli, hozir janob merni yoniga borib qanaqadir ish buyursa, o'sha ishni qilayinchi, nima der ekan? Agar rostdan ham omadim kelib, o'sha Rolls-Royce'ni oladigan bo'lsam, agar Ferrari'ni oladigan bo'lsam ham, ya'ni Lamborghini'ni almashtirib yuborsam bo'ladi. Mana o'sha yetildi, mashinasi Audi ekan. Mayli. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Ha, Johar, nima gap? Xullas, qishlog'imizda lotereya o'ynalayotgan ekan. Xo'sh, keyinchi bitta Jetel Audi yutib olibdi. qanaqa Audi? Mashina? Ha, mashinami? Ha, mashina. Qarochi, nima demoqchisan bu gaping bilan? Men ham qatnashmoqchiman. Rolls-Royce va Lamborghini qolibdi. Ha, yaxshi, qatnash. Pulim yo'qdi, o'shaning uchun siz yoningizga keldim. Men nima qilay, pul beraymi?
Bir stak pul berib tursangiz qatnashardim. Senga bir stakni prostak bera olmayman-ku. Unda promomastak bering. Qanday bo'ladi u promomastak? Ish buyurib bering demoqchiman. Ha, tushunarli. Sen, короче, nima ish qilishing mumkin? Senga yarasha ish topish qiyinroqda o'zi. Nima qiyinroq? Mayli, hozir короче borasan, aytasan, janob mer aytdiki, sen soliq to'lamasdan ishlayotgan ekansan. Shu sababdan bitta sandiqni bepulga ochar ekanmiz deysan. Ya'ni meni joyimda borib bitta sandiq ochib kel. Zo'r g'oya. Bo'pti janob mer, unda men borib ochib kelay. Rostdan ham agar ishonmasangiz gapimga, Telefon qilib bersang men gapiraman. bo'pti janob mer, tushunarli. Dahshat bo'ldi. Agar bittada Rolls Royce chiqadigan bo'lsa, lekin bu janob merning joyidan-ku. Mayli. Nimadir o'ylab topaman. Balki janob mer yutib olsa Rolls Royce'ni menga ham haydashga berib turar. Yo'q, o'zimniki bo'lgani yaxshi edi. Balki Ferrari tushib qolar, keyin janob merdan yana pul olib turib, yana kelib turib Rolls Royce'ni ham olib ketsam bo'ladi. Ferrari bilan Lamborghini alishtirib yuborayapman. Bratan, короче, sizga janob mer telefon qilib berishim kerakligini aytdi. Telefon qilchi. Mana, allo janob mer, eshityapsizmi? Eshityapman, telefonni ber. Mana bratan. Janob mer, eshitaman. Sen bizni qishlog'imizda soliq to'lamasdan ish yuritayotganing uchun bitta sandiqni bepulga ochadi Jo'xa. Mayli. Eshitdingizmi bratan? Och mayli. Tak, hozir 1 2 3 4 5 mana shuni ochaman. Och. Ichida hech narsa yo'q ekan u. Nima qilay, olmading? Janob merga telefon qil. Mana Janob mer, Jo'xa hech narsa yutib ola olmadi. Obbo, juda ham omadsiz bo'ladi. Mayli, oldimga qaytib kelsin. Oldiga qaytib bor ekan. mayli janob mer, hozir boraman. Obbo, nahotki bittada. 5 ga sanashim noto'g'ri fikr bo'ldi. 5-inchisi doim omadsiz bo'lardi. Nimaga 5 raqami unda maktablarda baho sifatida foydalaniladi bilmadim. Yaxshi, mayli. Bu marta omadim kelsa kerak. Endi borib janob merdan bir stak pul olaman-da, kelib turib yana bitta ochib ko'raman. Bilmadim bu marta ham omadim keladimi yo'qmi. O'shaning uchun janob merdan qarzga olib turaman. Agar ochganimda hech narsa chiqmasa-chi yomon bo'lib ketar. Janob mer, menga iltimos bir stak dollar qarz berib turing. Qarz yaxshi narsa emas. Bilaman, yaxshi narsa emas. O'rniga nimadir beraman xohlasangiz. Nima bera olasan? Bilmadim. Uyimda sotiladigan hech narsam yo'q. Bilmadim men ham. Undan senga bera olmayman pul. Berib turing, onasini ham hech narsa qilmaydi-yu. Tushunarli. Mayli, o'rtadagi yashikdan. Bir stak oldim. Agar omading kelmay qoladigan bo'lsa, pulni tez qaytarasan. Mayli janob mer, unda ketdim. Bo'pti, keyin aytaman. Nimani aytmoqchi eding? Siz uchun ochgan sandig'imni endi tanlamayman. O'shanda omadim kelsa kerak. Buni hali ochganingdan keyin ko'ramiz. Chunki hali bilmaysan, balki 5 ta sandiqning ichida ham hech narsa yo'qdir. Bu ham to'g'ri. Bo'pti, unda agar hech narsa bo'lmasa, biz o'zimiz unga qarshi qanaqadir ish olib boramiz. To'g'ri. Bo'pti, endi bor omading sinasang sinab ko'r. Mayli janob mer, rahmat, lekin bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman, chunki esimda turadi, pulni qachon qaytaraman deb o'ylab yuraman, esimdan chiqmaydi keyin. Ajetel, nima gap? Nima bo'lyapti u yoqda? Lotereya o'ynalyapti. Yutdingmi? Qayerda yutaman? Hali endi borib qatnashmoqchiman. Hozir qatnashib kelmadingmi? Yo'q, janob mer, joydan qatnashgandim. Bo'pti, bor omadingni bersin. Mayli, senga ham rahmat, bir aytishga kechirasiz bratan. Hozir borib, mabodo yeta olmaydigan bo'lsa, nima bo'lishini bilmadim, lekin to'g'ri janob merga qayerdan bir stak dollarni qaytarib beraman. Balki qaytarib bermasman. Yo'q, qaytarib berishim kerak, chunki u qarzda bo'layapman. Bratan, bir stak dollar pul olib keldim. Sandiqqa qo'yib ochaver. Tak, 1 2 3 ana hech narsa yo'q bratan. Endi omading shuda bratishga. Mayli, hozir yana qatnashib ko'raman, lekin qayerda olaman, pulim yo'q-ku. To'xta, xotinimning tillalari bor edi. O'sha tillalarni sotib turib, puliga kelib qatnashsam bo'ladi, lekin xotinim xafa bo'ladi-ku. Mayli, xafa bo'lsa ham endi iloji yo'q, chunki hozir yutib oladigan bo'lsam, keyin xursand bo'ladi. Ikkita tillasi bor, bittasini olsak yaxshi narsa qilmasa kerak, o'zidan so'rayman. Mayli desa, короче, kelib turib qatnashib boraman, ya'ni bitta ochib yuborsam chiqib qolishi mumkin. Hozir so'rayman. Xotin, menga o'sha tillayning bittasini berib tur. Maylimi? Yo'q, rahmat, addushi bor, sen yuray desam. Qaysi bir qimmatroq? Uzukmi? Bo'ldi, uzuk. Uzuk to'xtab, buni sotaylik, mayli, kam bo'lsa ham, bu marta yutib kelaman aniq. 3 marta qatnashdim. Bo'pti, bo'ldi, harakat qilaman, lekin yutqazsam mayli olib beraman shuni. Yutqazsangiz yangisini olib berasiz deydi. Yutsam olib bermayman, yaxshi mashina bo'ladi. Hozir buni janob merga berib evaziga pul olaman. Janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Yutdingmi? Yo'q, xotinimning mana bunaqa narsasi bor ekan, o'shani sotishga keldim. Qanchaga berasan? Bilmadim, o'zingiz ko'ringchi. 300 dollarga arzir ekan.
Seriozda? Ha, seriozda, qo'yib ket shkafga. Ha, bo'ldi, mana shu yerdan 300 dollarni olaman va shkafga qo'yib ketaman. Juda ham yaxshi. Bo'pti, rahmat janob mer. Qarzchi? Aytgancha qarzingizga men bitta stakni qaytarib qo'yib ketyapman, ikkitasini olib ketyapman. Ha, bo'pti, bor. Aha, mayli, qarzdan ham qutuldim, juda ham yaxshi bo'ldi. Qancha buncha ko'p pul bo'lib ketdi bu. Rostakasım dahshat tilla ekan, a. Bunaqa tillalardan ko'proq bo'lsa edi doim mazza qilib o'z takoy biznes qilardim. No, hozir borib agar Rolls Royce yuta olmasam, bilasizlarmi ular. Keyin alonga yana qaytadan yangi tilla olib berishim kerak. Yangi tilla 3 stak bo'ladi. Shuni hozir 1 stak menga qolib ketar ekan. Yo, bo'lmaydi. Bratam, yana bitta ochib ko'rmoqchiman, mana bir sayt qo'ydim. Och mayli. Bu marta teskari sanayman va tak 4-raqamni ochaman. Teskari sanayman. 1 2 3 4. Mana shuni ochaman, bratan. Ishonching komilmi? Ha, ishonchim komil. Shuni ochmasang men senga bitta tovuq beraman. Jinnimisiz? Shu tovuqingiz o'zi mana yoqda manaqa yugurib yuribdi, bu tentak bo'lib qolganmi bilmayman. Unda bitta qo'y beraman. Ochaman onasini emsin. Bo'pti, och. Shu fakil chiqdi, bratan. Rolls Royce'niki, ola qol mayli. Rahmat, mana fakil sizga yorug'lik bo'lib tursin, men buni minib ketaman. Qani benzini bormi ekan? Brat, benzin qo'yib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Esimdan chiqibdi-da. Bo'pti, hozir borib benzin olib kelib haydab olib boraman, xotinim xursand bo'ladi. Shu mazza bo'ldi. Ana endi qaytadan unga tilla olib bermayman, chunki yutdim-ku, qanaqasi yutqazganimga olib berardim. O Yamal ham uyida o'tiribdi. Yamal bilmayman, mashinani puliga sotib olganmi, auksionda yutib olganmi, yana bir bolalarda lotereyada yutib olganmi, kimdir sovg'a qilgan bilmayman. Qarochi hozir 3 ta idishda benzin olib borayin, tezroq olib borsam, tezroq olib kelaman-da, xursand qilaman xotinimni. Keyin janob meram ko'rib, "Yo, Jo'xa, sen rostdan omadli ekansan" dedi. Avval ko'rganimda omadli emassan degan. Sen omading kelishi qiyin degan desinglardami? Bu marta omadim kelganini his qiladi. Bu meni omadim emas, lekin xotinim omadi, chunki uni narsasini sotdim-ku, to'g'rimi? Tak, buni hozir qo'yamiz. Va qo'yamiz. Dahshat. Endi uyga haydab boraman buni. Bo'ldi, ana endi uyga haydab boraman buni. Mana idishlar qo'limda turaversin. Bo'pti, bratan, rahmat addushi, lekin bori gap yo'q. Mazza qilib yutganimga. Sizga rahmat. Arzimaydi, kep tur. Bo'ldi, umuman kelmayman, bratan, xafa bo'lmang. Xafa bo'lsangiz ham menga umuman farqi yo'q, chunki bir marta yutib oldim, o'sha bir martani ham zo'rg'a yutib oldim. O'shaning uchun endi qaytib kelish niyatim yo'q. Dahshat bo'ldim, bitta daraxtni rasvosini chiqardim. Hozir tushib to'g'rilab qo'ymasam, bu yomonlik hisoblanadi. Biz yaxshilik qilishimiz kerak, tinmasdan. Lekin yomonlik qilib qo'ymasligimiz kerak. Qani daraxtni qaytarib joyiga ekib qo'yamiz, ya'ni joyiga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, endi buni olib borib uyimni yoniga parkovka qilib qo'ysam, xotin ko'rsa xursand bo'ladi. Tak, hozir bu tomonroqdan haydab boramiz, bu tomonroqdan endi tepaga boramiz. Okey, chotga. Bu tomondan ham shunday boraman. Asta-asta shu parkovkani itini qilyapman, ko'ryapsizlarmi? Voy, jetellar, ko'rib qo'ylaring mashinamni. Dahshat mashina yutib oldim. Vashshe udar mashina yutib oldim, lekin bori hozir buni, qarochi, mana shu yerga joylashtiraman, bir amallab uyimni yoniga, chunki shu yer men garajim o'zi naves qilganman, ya'ni unaqa soya qiladigan joy qilganman parkovka uchun. Bo'ldi. Всё, tamom, всё. Voy, chotki bo'ldi mana. Ana endi hammasi joyida, xotinga ko'rsataman. Xotin, yutib oldik mashina.